Bu videoda qanaqa qilib Telegram kanalida noldan to'g'ri ochishni ko'rsataman. Xo'p, demak Telegram sohasida o'zim 6 yildan beri faoliyat olib boraman. Hozir sizlarga telefonda Telegram kanal ochamiz. Qulayroq bo'lsa notebookga o'tib olaman. Ekranda harakat qilaman hammasini telefondan qilishga. Chunki ko'pchilik bilaman, telefondan ko'ryapti buni telefonda kanal ochib nastroyga qiladi. Shaxsan o'zim ham telefonda boshlaganman, keyin qo'shimcha uskunalarni qo'shganman o'zimga qulay bo'lishi uchun. Xo'p, yuqorini bosdim, new groupni bosdim. Groupga o'tib ketdik, to'g'ri. Okay. Where is it? Really? Telegram yangilangandan keyin kanal ochmay qo'ygandim. O'zi oxirgi marta qachon yangi kanal ochganimni bilmayman. Asosan eskisini qilib ketaveraman. iPhone ishlataman. iPhone'da bilsanglar kerak, boshqa joyda yap. Okay, pastdagi tugmani bosdim, chiqdi. New channelni bosaman. Create channel. Hamma yoqda bosib ko'rib, topib oldim. Okay. Kanal nomi. Qanaqa kanal ochish kerak? Mavzusi bu muhim. Shaxsi kanal ochayotgan bo'lsangiz, demak, o'zingizni ismingizga, familiyangizga mosroq tanlayverasiz. So'qqali ochadigan bo'lsangiz, qanaqa? So'qqali manfaat beradigan odamlarga qanaqadir bilim ulashadigan kanal ochsangiz yaxshiroq. Misol uchun texnologiya yangiliklari, ta'lim yangiliklari, yana nima bor? Qanaqa kanallardan qochish kerak? 18+ kanallardan, bema'ni videolar, romantik rasm, bu narsalar joylaydigan kanaldan, bularga reklama kam bo'ladi, daromad ham deyarli yo'q. Futbol kanallar chunki to'lib ketgan. Plyus ko'p bo'lsa, lekin ochsangiz bo'ladi. Shunaqa. Texnikaga kanal yoki shaxsiy blog, o'zingizni professional sohangizni nima desa bo'ladi? O'zingizni professional ekanligingizni Telegram blog orqali ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni kanalingizni ochasiz. Misol uchun aytaylik, Telegram deyman. Qarang, siz nima haqida kanalda ulashmoqchisiz? Asosan o'zingizni kasbingiz va o'zingiz haqingizda bo'lsa, misol uchun men yozyapman, Ne'matullo marketolog. Ya'ni marketing haqida bilimlar berib boraman. Bunda auditoriya tor, kichkina o'zim auditoriyamni nom bilan aniqlayapman. Ne'matullo biznes. Telegramda biznes qilish, bunda auditoriyam kengaydi, hammaga o'rgatsam bo'ladi. Hammaga emas, ko'pchilikka o'rgatsam bo'ladi, auditoriyam kengaydi. Description bu kanal haqida. Bu kanalda endi buni yanada vaqt sarflab yaxshilasangiz bo'ladi yoki oddiy ChatGPT bilan yoki Cloud AI bilan rivojlantirsangiz bo'ladi. Bu kanalda Telegram biznesni qanday qilishni undan tashqari Telegramda okay, bu yoqda rasmimiz bormi? Okay, bu yerdan o'zingiz allow access qilib turib fotolarga, o'sha rasmlaringizga ko'rishga ruxsat berib, kanalga qo'ymoqchi bo'lgan rasmingizni qo'yib olasiz. Men hozircha emoji qo'yib turaveraman. Nimaga shaxsiy rasmlarim bo'lishi mumkin yoki boshqacha rasmlar bo'lishi mumkin. Ishga oid. Shuning uchun ko'rsatmoqchi emasman. Bog'lanish uchun username yozib qo'yaman. Endi yozib qo'yasizlar o'zingizlarnikini. Yoki savollar bo'lsa, reklama uchun deb qo'ysangiz bo'ladi. Shunga qarab odamlar o'zi murojaat qilaveradi. Ketdi. Kanal ochdik, tayyor. Biza public qilsak bo'ladi, private
kanal qilsak bo'ladi. Private bilan public farqi, public qilganimizda linkni yozamizda. Mana linkni ham yozishni ko'rsatib ketay. Shit. Okay. Menda 10 bitta kanal bo'libdi. 10 bittadan kamroq bo'lishi kerak edi. Premium bo'lsa 20 tagacha. Link ya'ni. Mana agar qizil chiqadigan bo'lsa bu bad. Lekin mana pastda ham learning more turibdi. Fragmentdan ham sotib olsang bo'ladi degandek. Demak, Ne'matullo tagi bo'sh. Bunaqa rangni o'zi chiqarib beradi. Buni yashil dermidi, ko'k dermidi? Ko'k. Okay. Okay. Bu tagi band bo'lsa qizil chiqadi. Agar boshqa odam umuman band qilgan bo'lsa, boshqa odam band shunaqa qizilni o'zi chiqadi. Lekin Fragment Telegramning rasmiy saytidan sotib olishing mumkin deydigan bo'lsa, learn more deb bosib, uzunroq tekst chiqadi tagida. Private qilamiz. Private'ni afzalligi kanalingizga obunachi nimasi bo'ladi? Kirib turib tushga ketolmaydi. Avval qo'shilish kerak, keyin kanalingizdagi postlarni ko'ra oladi. Yangi boshlab obunachi yig'ish uchun yaxshi. Kontaktlaringizni qo'yishsiz bo'ladi. 200 tagacha kanalga men qo'shmayman deb. Biosi tagida link qo'yganmiz, link bo'lardi. Kanal nastroykasiga o'tadigan bo'lsak, private. Bu yerdan mana manage invite links yoki publicga o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda ham manage invite links bosib, reklamalar uchun alohida link yasatsak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Misol uchun, qaysidir kanaldan reklama sotib olyapsiz, u kanaldan sizga qancha obunachi o'tganini bilib turishingiz kerak. Buni create a new link bosiladi. Pulli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Pulli bo'lish uchun kanalingiz yopiq bo'lishi kerak. Har bitta obunachini o'zingiz approve qilishingiz kerak, ya'ni tasdiqlashingiz kerak. Qo'shasizmi, qo'shmaysizmi? Shularni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Yuqorida ikkita tugma orqali. Okay. Linkni nomini yozsangiz bo'ladi. Menga shart emas. Misol uchun foydali havola kanaldan oldimda reklama o'shanga alohida link qildim. Qancha obunachi kelganini ko'rib turishim uchun. Keyin kanaldagi kontaktlarni saqlash mumkin bo'lsinmi yoki xohlamaysizmi kanaldagi narsalar tashqariga chiqishini. To'g'ri, misol ikkita telefonni olib videoga olib tarqatsa bo'ladi, lekin qanaqadir sifat buziladi. Qiynalashadi. Kanaldagi kontaktni saqlamaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kontentlarni, ya'ni kanalga post joylaysiz, yumaloq video joylashingiz mumkin, nimadir yozib qo'yishingiz mumkin, rasmlarni joylashingiz mumkin. Lekin qanaqadir Telegramda haligi norasmiy ilovalardan bu narsalarni yuklab olishlari mumkin. Ya'ni ehtimoli bor deyman-da, baribir. 100% ishonib qolmaslik kerak. Direct message, okay. Kanalga chat ulaysizmi yo'qmi? Bu yerda yangi chat ochib ulab qo'ysak bo'ladi. Avtomatik xabarlarni nechidir kunda, oyda, ochkada qilsak bo'ladi. Direct message. Tagida hozir yangi funksiya qo'shilgan. O'sha yerda obunachilar to'g'ridan-to'g'ri sizga kanalga yozishi mumkin. Siz o'qib javob yozsangiz bo'ladi. Hech kimga yozib o'tirmaydi, spamlarni yozsa bo'laveradi. Bepul qilib qo'yishingiz mumkin. 10 ta start, 15 ta. Bundan tashqari sizdan nima desa bo'ladi? Reklama uchun pul to'lasa bo'ladi. Misol, starsni 1000 ta stars to'laydida, tasdiqlasangiz kanalingizga tushadi. 24 soatdan keyin adashmasam o'chirib yuboraverasiz. Vaqtida adashayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa edi. Oxirgi marta ko'rganimda. Pul shotingizga tushadi, kanalingizdan yechib olaverasiz. Xohlasangiz kanalingizni boshqa kanallarda reklama qilish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Endi bu boshqa mavzu, o'tib ketamiz. Telegram reklamasi bo'yicha. Shunaqa bepul qilib qo'ysangiz, bepul yozishaveradi, lekin kanalga joylash uchun o'zlari
taklif beradi. Misol uchun, men 100 ta star bermoqchiman reklama uchun, 1000 ta star bermoqchiman. Shunaqa. Ну, xohlaysiz yoqib qo'yasiz, xohlaysiz o'chirib qo'yasiz. Yoki yonib tursa ham zarari yo'q. Endi bular darajasi boost bor. Agar premiumingiz bo'lsa, o'zingiz kanalingizga ovoz berib, narsalarni level darajasini oshirib turib, kanalingizni narsalarni o'zgartirishingiz bo'ladi. Misol uchun, postlarni colorini, rangini, orqadagi fonini o'zingiznikini qo'ya olmaysiz ekan. Keyin kanalni orqasidagini logongiz chiqib turadi o'shani. И yonidagi stiker ham qo'yib qo'yishyapti kanalga o'shani. Bu ham faqat berilgan stikerlardan bittasini tanlab qo'yishingiz mumkin xolos. Reaction hammasi yonib turadi odatda. 10 bitta bosgandan keyin o'zi avtomatik qo'yalab o'chadi. Bunda bema'nilarni tozalab qo'ysangiz bo'ladi, o'chirib bemalol. Enable paid reaction'ni bosasiz, hali yulduzcha. Buni ham bosib jo'natsizda sizga tushadi. Telegram katta foizini olib qolib turib, endi bilmadim 50% gacha olib qoladi. Qolganini sizga tashlab beradi. Agar chiqarib olaman desangiz, lekin Telegramni o'zida saqlayman desangiz, foiz olmaydi. Adashmasam olmas, davom etadi. Telegram o'zida saqlab bo'ladi. Dollarga chiqarayotganingizda sotib olish bilan sotish farqi bor, o'shanda kattaroq farq qiladi. 6 ta reaction. Okey, pul to'laydigan reaksiya yondi. Apply'ni bosamiz, yondi. Admin bu yerdan esa admin deb qo'ysangiz bo'ladi. Buni bosib, qaysi admin yuborayotganini tagida nickname'ini yozib qo'yadi. O'sha ismini, nomini. Show authors profiles deb bosib qo'ysangiz, ikkinchisini bunda qaysi odam yuborayotganini ko'rsatib turadi. Kim yubordi? Hali guruhga o'xshab qoladi-yu, shunaqa bo'lib qoladi. Lekin men buni tavsiya qilmayman. Kanalga kerak emas. Shaxsiy lichkangizga olishlari mumkin bo'ladi. Bu kerak emas. Ну, sign messages, qisman kerak, qisman kerak emas, bu ham kerak emas. Qanaqadir misol foydali havola degan kanalim bor, o'shanda post joylayman. O'shani tagida nomim turishi mumkin. Просто meni qanaqadir shaxsiy brendimni rivojlantirish uchun. Lekin Ne'matullo Telegram biznesda tagida turishi shart emas. Bu yerda men kanalda postlarni yozayotganim bilinib turadi. Agar boshqa odam yozayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bildirmasligi uchun ham o'chirib qo'ygan. Shaxsiy blog bo'lsa. Subscribers, kontakt qo'shsak bo'ladi 200 tagacha. Link yozsak bo'ladi. Invite links mana bu yerda yuqorida videoda ko'rsatdim. Kanal statistikasini ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan boostni nusxalab olsak bo'ladi. Keyin bu yerdan kanal qancha pul ishlayotgan shularni ham ko'rib tursak bo'ladi. Telegram kanaliga to'lashni boshlagan, ko'p emas, yaxshilar bo'ladi. Keyin giveaway qilsak bo'ladi shu yerda. Telegram sovg'a qilamiz, premium sovg'a qilamiz, Telegram star sovg'a qilamiz. Buni evaziga kanalimizda o'sha boost ovozlar sonini ko'taradida, sizga funksiyalar ochiladi. Only yangi obunachilarga yoki hamma obunachilarga qilsangiz bo'ladi. Davlatlarni belgilab qo'ysangiz bo'ladi, chunki turli xil anaqalar qo'shilib oladida, nima deydi? Premium tashlaganingizdan keyin bittasini 1000 ta akkaunt bo'ladi, o'shani tas qo'shib qo'yadi shunaqa. 1000 ta akkauntni nima qiladi? Bu ham endi kerakli narsalar. Telegram start share qilsangiz bo'ladi, qanchaligini belgilasangiz bo'ladi. Giveaway o'tkazish ham Telegramda bitta alohida video. Menimcha hali kanalimiz rivojlanmagani uchun o'ta hali anaqalarni ko'rsatgan yo'q. Nimasi bo'ladi? Statistikalar. Tagidan esa Telegram kanalida o'chirib bo'ladi. Recent action'da oxirgi kanalda nimalar o'zgardi, o'shalarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerdan filtr qilsangiz bo'ladi, nimalarni ko'rmoqchiligingizni. Affiliate bu yerga bot ulab qo'ysangiz bo'ladi kanalingizga. Har bittasidan misol o'sha botga stars bilan to'lasa, o'shani qanchadir foizini sizga beradi. Men sinab ko'rmadim. Shuning uchun tavsiya qilmayman. Qilib ko'ringlar xohlaysizlar. Foydali narsa deb o'ylamayman.
Okey. Pastda esa kanalni o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Hamma uchun o'chib ketadi yoki kanaldan chiqib ketasiz xolos. Keyin yana qayta qo'shilsangiz kanal nomingizga o'tadi. Agar linki bo'lmaydigan bo'lsa kanalni tugadi. Ketishma. Kanal statistikasi okey. Keyinroq kanal statistikasi qo'shiladi. Yuqorida live stream boshlashimiz mumkin. Jonli efir Telegramda arxiv qilingan storieslar, kanalni o'ziga gift sovg'a yuborsak bo'ladi. NFT bir narsalar discuss ko'rsak bo'ladi. Telefonni ekraniga chiqarib qo'ysak bo'ladi. Kanalni tark etsak bo'ladi. Kanalni o'chirib yuborsak bo'ladi. Eng oxirida. Kanalni o'ziga o'tadigan bo'lsak, mute kanalga boshqalar bo'ysunsa yoki mute forever. Direct message kimlardir yozgani. Postlarni qidirsak bo'ladi. Qaysidir post sizga kerak bo'lsa, kanalga ovoz bersak bo'ladi. Buni nusxa olib kanalga tashlaysizlar, ovoz berib olinglar deysizlar, ovoz berishsa sizda qo'shimcha funksiyalar ochiladi. Общий chatda o'chirib yuborsak bo'ladi. Menimcha bu faqat boshqa bo'ladi xolos. Kanalda postlar ko'paygandan keyin o'chirib bo'lmaydi. Okey, mana уже tagida chat ham chiqdi. Keyin guruhni ham настройка qilib qo'ysangiz bo'ladi. Faqat guruhga nimasi bo'ladi? Obuna bo'lganlar yozsa tasdiqlangan. Hozir botlar ham ko'payib ketdi. Qanaqadir bema'ni rasmlarni, gullarni yig'ib oladida, botlarga yozib o'tirishadi. Endi nima foyda ulardan? Foyda ko'p galereyadan rasm yuborsa bo'ladi, fayl yuborsa bo'ladi, lokatsiyalar yuborsa bo'ladi. Poll, ya'ni shunaqa poll yasab yuborsa bo'ladi. Quiz tanlaysiz, kim qaysiga ko'proq ovoz berdi, shularni desak bo'ladi. Bulardan nimasi bo'ladi? Qanaqa funksiyalar yonishini, misol ko'proq belgilasa bo'ladimi, yo'qmi? Faqat bir marta belgilaydimi? Keyinroq fikr o'zgartirsa bo'ladimi? Shulardan aniq qo'ysangiz bo'ladi. Nimasi bo'ladi? Belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Qaysi javob to'g'ri ekanligini question joylagan bo'lsangiz, qaysi javob to'g'riligini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bunda esa o'sha 24 soatdan keyin so'rovnoma to'xtashini qilsangiz bo'ladi natijalarini nashriyotgan qilsangiz bo'ladi. Obunachilar ko'rmaydi, faqat o'zingizga ko'rinadi. Shu bilan Telegram kanal ochish jamiki hammasini ko'rib chiqdik. Live streamni bu yerdan boshlab nastroykalarni ko'rsangiz bo'ladi. Endi siz ham bemalol Telegramda har yo'g'ini bilaman deb aytsangiz bo'ladi. Keyin Telegramga har xil botlarni ham admin qilsa bo'laveradi. Buning uchun shu yerdan nomini qidiraverasiz. 200 tadan oshgan bo'lsa ham bo'laveradi. Просто admin qilishingiz kerak. Botda o'zini qo'shib bo'lmaydi kanalga. Bu shunaqa. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bu esa kanalimizni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni ko'proq videolar olib chiqishiga sababchi bo'ladi, chiqishiga sababchi bo'ladi. Bilasizlar, videoga olish oson emas. 1,5 soatdan o'tdi bitta shu videoni olish uchun. U qildim, bu qildim, nastroyka qildim. Shunaqa o'tdi. Hammaga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Shu yergacha ko'rganingiz uchun sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni sarflaganingiz uchun. O'ylayman, video foydali bo'ldi. Umid qilaman, video foydali bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.